ham bemalol harakat qila olmaydi. Kimlar bor? Farishtalar bor. Akalar, opalar, iblis biz ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin bemalol harakat qila olmaydi. Yelkamizda farishtalar bor. Farishtani o'ziga do'st qilib olsangiz, iblisda sizga joy bermaydi. Do'st u. Ammo sigaretingiz bilan, so'kinishingiz bilan, g'iybatingiz bilan, sassiq gapingiz bilan, namoz qazo qilishingiz bilan, uyingizda televizoringiz bilan, be'ma'ni narsalar bilan yurar ekansiz, ikki farishta do'stligi sal ozayib qolasiz. Taklif qilaman, bugungi kunda tavba qilib, farishtalarimizni do'st qilishga harakat qilmoqligimiz kerak. Tushunarli? Makka, Madinaga kelib o'zgarib ketinglar. Ashunday kelib, ashunday ketsangiz, uyingizda keliningiz ham bu qaynam go'r to'g'rilaydi demasin. Demasin. O'zgaring. O'zgaring. Halimlikni o yo'lingizga oling. Halim sal o'yizam ashbapir vaqtida kim bo'lgansiz? Kelin bo'lgansiz. Sal u ashpaytda qilgan xatolarni, xayriyat qilgan ishlarni sal qilmanglar. Keng bo'linglar. Boya aytdim. Biroda qalbiga bitta yaxshilik qilasiz. Umrbod, eslab. Men vallahi ko'zimdan ko'rdim guruhimizda qaynasini oyoqlarini to'g'ri uqolayotgan, tapichka to'g'rilayotgan o'zi eri indamayapti. O'zi yugurib xizmat qilayotgan kelinni ko'rdim. Ha, zo'r, muhabbat qo'ygan qaynasi zo'rligini. Deb qaynasi bilan shu yerda urushganlarni ham ko'rdim. Har xil bo'lar ekan subhanalloh odamlar. Tushunarliga tushuntirib oldimmi? Payg'ambar azam haligilar chiqarib